Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugungi sharhimiz Temur tuzuklari asari haqida. Temur tuzuklari podshohlarning turmushini va axloq-odob me'yorlarini belgilovchi risoladir. Asar 2 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda jahon tarixida mashhur fotih, sarkarda va iste'dodli davlat arbobi sifatida nom qoldirgan Amir Temurning 7 yoshidan to vafotiga qadar kechgan hayoti va ijtimoiy siyosiy faoliyati, aniqroq qilib aytganda uning Movarounnahdagi markaziy hokimiyatni qo'lga kiritishi haqida yozilgan. Asarning ikkinchi qismi Jahongirning nomidan aytilgan va uning toju taxti vorislariga atalgan o'ziga xos vasiyat va pand nasihatlaridan iborat. Asarning muallifi ma'lum emas. Butun voqea va shaxs Amir Temur nomidan hikoya qilinadi. Aslida shundaymi yoki Amir Temur aytib turgan yoki kotib yozib olganmi, yo bo'lmasa uning aytganlarini kimdir jam qilib kitob tuzganmi? Bu haqida qat'iy bir fikr aytish qiyin. Sharq mamlakatlarida bu mashhur asar chindan ham Amir Temur tarafidan yozilganligi va uning tarjimai holi ekanligi e'tirof qilinadi. Amir Temur Movarounnahrda markaziy hokimiyatni qo'lga kiritishi, siyosiy tarqoqlikka barham berishi, markazlashgan davlat tuzish, 27 mamlakatni o'z ichiga tasarrufiga kiritishi buyuk sohibqiron tilidan ixcham tarzda bayon etilgan. Aziz kitobxon, bu kitobni o'qishingizni tavsiya qilamiz va bu kitobdan siz o'zingizga kerakli bilim va ko'nikmalarni olishingiz mumkin.